Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Bugün diqqətinizə Uyğurlarda əxlaq krizisi degan temani sunaman. Bu tema haqqında mən həyatımda xeyli qəbləşkən tema. Bu temaның salmaqının nəhayət çoğunluğu, murakkəbligi, çetiliş dairəsindəki bəkli kəngligi məni jiq oylanışqa sağan bir tema bu. Bugün əmdə mən bu tema bilan yana bir qitim əhlişib aldığınlarga chiqyapman. Bu temaningki növbətdə Uyğurlarningki mövcudluğundakı əhmiyəti intayin mühim bolğanlıq üçün bu temani diqqətinizə sunuş qərarına gəldim. Bu əxlaq degan bu uqum bizdə yaman kengri qo'llanadigan bir uqumlarning birisi. Buningda biz asosan shu jamiyatda yaxshi odam bo'lish, yaxshi harakatda, amalda bo'lish, yaxshi so'z qilish qatorliq ishlarning hammani axloqli bo'lishninki muhim bir talablardan deb qaraymiz. Bu ham bizningki yaxshi odamlarga baho berishdagi ölçemlerimizin asası. Hem de qadimki eserlerimizge sepsasak bizde ahlaki oylanışınki nadir örneklerini görürüz. Bulapmamış qutatqı biligde bir gaybi cemiyet kuruşunki bir büyük bir manzarası var. Bunun da Yusuf Hasacib bir cemiyetninki yaxshi ve adaletlik bir cemiyet buluşudaki şartlarını oturup koyup bu şartlarını yuqursidan taki şaxlaqcha, tövəndən tatıb taki adetdeki pəqirlərgəcə həmməyləngə münasib bolğan şəkildə oturuğa qoydu. Bunun da büyük bir xizmət şu ki, bunun da həmmə adam özüdən tələb qılınğan şu əxlaqi şərtlərini və kütüşlərini ada qıyğan vaxtda cəmiyyətninki umumi adaletdeki yaxşılığı əməlgə aşıdı. Bu bir organik bir birlik sübütüdə qarıldı. Hiç kim bunun da onun da müstəsna turamaydı. Hem adamның bu büyük bir dramada oynaydıgan bir rolları var. Şunda bu vaxtda bir yerde biz güzel bir cemiyetini körələyimiz. Hem de bunun keyin bizning şairlərimizdənki köpüncüsü bu noktada jiq toxtalğan. Ben yaqında Alisher Navoiyning g'azallarını o'qish jarayonida bu axloq o'ylanishlarning büyük bir örneklerini gördüm. Ama bazı bizim klasik eserlerimizde bu axloq o'ylanishlar haddidan ziyade pendi nasihat koyluqqa petib ketgan ahvollama bor. Bu to'g'risida men boshqa bir temalarda so'zlay. Biz shunday ko'rib keldik. Hamda Uyg'urlarning axloq qarashlari yana bir çoğun bir mənbəsi İslam dini. Yani bizim dinimizde əxlaqa ait nurgulluğan nimini qilish ve nimini qılmaslık keraklik haqqidagi ügütlər, körsətmələr ve hatta ki intayin keskin prinsiplar var. Hem de onun yandaş halda bizimki neçə əsr ecdatlarımız etiqad qılıb gələn nurgulluğan dinlarninki çökmələnən qismlarımı bizge bir xil əxlaqi prinsip ve hatta tabu şekilde bizge yol gösterdi. Mesela bu ihtimal bu qadimki İslam dininin burunqi dillerimizden kelgen buluş mümkün. Mesela et degende biz bir yerge yolga çıkmakçı olsak 10 futimiz elip çıkamayız deyildi o. Elbette bununki türlük şerikleri buluş mümkün bununki. Ama bu hadise mening başım bucaq kelgen. Bu hadisini şu nəhayət çoğunqur təsvirləyən yazğıçılarımızın birisi Fərhad Dursun buludu. Xil Pərhizninki şəxsninki his duyğusu və şu günkü keçirmişləri qanday rol oynadığanlıqqa, yəni bir yerdə bir nəhayət bir sırlıq bir bağlanış var deb qaraldı Fərhadın əsərlərində. Bulapma ama Arxa Koça degan romanda bu haqda xeyli ko'p bayonlar bor. Şundaq deməkçimen ki bu bizdənki tabularımız, məsələn
keç tırnaq ammaslik, axlat tökmeslik qatarlıqlar bizdinki şu şaman dini və ondan keyinki və onun şu dəvirdaş bolğan başqa İslami bombağa etiqadlardan kelgan bo'lishi ehtimolga yaqin bo'ladi. Bu bizdinki nemening yaxshi ekanligi va nemening yomon ekanligi bo'lgan qarshimizni belgilagan hem yoshirun rol o'ynaydigan parhezlar kirdi. Hamda bu Uyg'urlarninki umum axloq tushunchasiga asosiy masala birisi bizdinki an'anaviy jamiyat qarashlarimiz, texdimi mühim bizim İslam dinimizdeki ahlaki prensipler ve bizdeki İslami bulmagan ve başka mənbələrdən keladigan türlük pərhizlərimiz ve qatarlıqlar həmmisi mürəkkəb üstündə bizim əxlaq qarashlarımızda şəkilləndirgan. Əmdə bu yerdə bir ufqum var, bunu aydınlaşdırmamızaq bulmaydı. Birisi əxlaq, yəni birisi etika. Etika ilə əxlaqın köp hallarda oxşaş deyə qollanıb kelimiz, amma bularni o'tirsa nəhayət bir inçik bir fərqlər var. Adətdə etika deganimiz bizdinki əxlaqi hükümlərimizdinki aqli dəstəklənişi. Yəni bunda şirkət qabaqda bizdinki əxlaqi hüküm qilishimizga qarta aqli cəhətdə dəstək şunu barlıq keltiriş yerdən berdigan aqli amillarni göstərir. Məsələn, hazır İsrail'den Palestin oturuştaki uğraşta nurgullarımız iki taraftan birisini tanlaştan ibaret qiyin bir işe duch keldik. Bazılarımız için eğer siyasi menfaat noktası elbet qabaqda İsrail'ni qollash mühim bolsa, yani bazılarımız için dini mecburiyetten çıkışqa qabaqtimizda Palestin xalqini qollash ve ularninki şu hazırki kurashlarga ovoz qo'shish intan mühim deb qaralib mushun bilan biz nurg'unlagan talashlar tushyapmiz. Bu nihoyatda bir xil axloqiy tanqislik deyishga bo'ladi. Qaysi tarafni tanlash kerak? Siyosiy manfaatni tanlash kerakmi? Diniy qarindoshlikni tanlash kerakmi? Qaysi ustun bo'ladi? Uyg'urlarga qaysi muhim bo'ladi? Har shikil tarafninki o'ziga xos bo'lgan qarashlar bor. Har shikil tarafninki qarashlari bir-biriga o'ngdek bilinadi-da. Ammo biz intayin soğuqqanlıqla o'ylagan vaqtimizda bu masalaninki unda oddiy emasligini, buni birli javob bilan yoki bir tarafga mansub bo'lishdan bu masalaga to'liq javob bergili bo'lmaydiganligini his qila olamiz. Chunki bu yerda nuqulda siyosiy manfaatli masalasi emas, balki diniy manfaat va qarindoshlik masalasi bor. Qarindoshlik masalasi emas, ya'ni bizningki siyosiy manfaat, ittifoqdoshligimiz va siyosiy yordamni qabul qilish ehtimolligimiz kelgustikida. Buning hammasi nimaga shu to'qinishga tugallanib ketgan. Hamda bu tanqisni qanday bir taraf qilish shu shaxsninki nimani ustun ko'radiganligini bildirdi. Ya'ni biz kallimizda axloqninki bir tabiiy qismi bor desak, axloqiy qimmatlarninki agar ba'zilarimiz uchun Sharq Turkistonninki davlat manfaati hammadan ustun turdi desak, o zaman İsrailni qo'llash aqlga muvofiq bilindi. Abay dedim-ku, axloq deganimiz bizningki axloqiy hukmlarimizni desteklaydigan aqliy o'yinishlar va qarorlarni ko'rsatadi. Agar davlat manfaati ustun bo'lsa, tabiiyki İsrailni tanlash kerak. Chunki bizni qo'llayotgan butkul dunyo İsrailni qo'llayotadi. Ham bizni o'ltirayotgan, bizni vayron qilayotgan dushmanimiz İsrailga qarshi turadi. U vaqtda bizningki tanlashimiz tabiiy holda İsrailga bo'ladi. Yo'q, mening qalbimda vatanning manfaatidan dinimning izzati eng yuqori o'rin turdi va diniy qarindoshlarimning manfaati eng yuqori turdi desak, matarafni tanlasak bo'ladi. Bu shundoq bir-biriga aldirab yo'l qo'ymaydigan, ham kelishtish uncha oson bo'lmagan bir xil tanlash turiga kirdi. Aslida buni tanlayolmagandek yoki tanlayolmay bu tanqislikni biz bir taraf qilolmagandek ekan, ba'zilarimiz uchun ko'p yoki bir qismlarimiz uchun sukut turish intayin oqilona bir xil tanlash bo'ladi. Buningda biz ma'lum bir tarafni orqali yana bir tarafni amaldan qoldirganlikdan iborat gunoh tuyg'usidan qutulatdik asli. Ammo bunda bo'lmay biz intayin bosh oxirisi chiqmas to'qinishga kirib ketdik. Bu to'qinishning oxirisi chiqmaydi mishadil deb qo'yay. Hech kim buni chiqarmaydi oxirisidan. Bu yerda bir yangi jummaydi. Bu jihatdan men haddidan ziyod qizib ketayotgan har ikki tarafni o'zini sal besilishini umid qilaman. Endi xo'sh, bu so'zimizga kelaylik. Hamda bunun bu etikaninki asosli nimasi axloq jihatdan nimaning to'g'ri yoki nimaning xatoligi, nimaning adil va nimaning adil emasligidan iborat mana shu masalaga tugallanadi. Ya'ni bu yerda
nimening yaxshi yoki nimening yomon, nimening to'g'ri, nimening xatodan iborat mana shunday bir ikki xil tarafni ham uni bilish, uni qanday tanlashga qarta ma'lum bir iqtidorga ega bo'lish, buningda axloq hukmlarni qila olish, oxirida shuni qartib o'zining harakatini to'g'rilash qatorliqlarni ko'rsatadi. Bu uni şunun bilan bir vaqtda bu bizningki boshqa insonlar bilan bo'lgan munosabatimiz, tabiat bilan bo'lgan munosabatimiz qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Endi o'liqi bizning tushunishimizdagi etika noqulaldagi bizningki adablik bo'lishimiz, yaxshi chiroyli kiyinishimiz, uyimizni ichib olmasligimiz, og'zimizdan bezab gap chiqmasa qatorliq tashqi jihatdagi shaklan adolatliklar emas, texnik muhimi ichki omillar, ichki alayliklarni ko'rsa. Ya'ni masalan bu yerda erkinlik, haqqaniyat, mas'uliyat, buruch qatorliq bular qatorliq tuyg'ularga va qarashlarga, ideyalarga ega bo'lishimizni ko'rsatadi. Ammo bizningki bo'lib ma'bay deganimdek bizning klassik va yaqinqi zamondagi modern hozirgi zamon adabiyotimizdagi nurg'un narsalar tashqi omillarga ko'proq e'tibor berishlab, ammo bizningki vatan oldidagi masalan burchimiz, millat oldidagi burchimiz qatorliqlarga anadaki o'zimizning xatoligiga boshqa yerdan yoki boshqalardan bana izlamay, o'zimizningki shu xatoligimizga ega chiqa oladigan va uni toniy oladigan, ham uni o'zgartirishga qarta bir jasoratimizni ifodalaydigan ma'qul alomatlarni o'z ichiga oladi. Ana ikkinchisi bu yerdagi muhim bir narsa axloq. Biz deyotgan axloq bu bizningki ma'lum bir jamiyatningki o'ziga xos harakat prinsiplari va ideyaviy shakllariga qarta bizning moslashishimizni talab qiladigan bir xil holatni ko'rsatdi. Bu axloq deganimizda biz odatda shaxslarningki o'zining o'sib yetilishi, aile tarbiyasi, maktab tarbiyasi, jamiyat tarbiyasi qatorliqlar orqali o'ziga xos bo'lgan axloqiy bir qarashlar ega bo'lishini ko'rsatamiz. Ammo etika bo'lsa bir jamiyatningki umumyuzlik axloqiy qarash, masalan, nimaning to'g'riligi, nimaningki xato bo'lganligi qatorliqlar ko'rsatma xarakterlik, yetakchilik qilish xarakterlik ahkomlarni, qoida tuzumlarini va prinsiplarni ko'rsatadi deymiz. Masalan, etikaga misol olsak, bizningki masalan bizningki bu meditsinada bir etika bor, kasbiy axloq nuqtasi, mana kasbiy axloq deb qo'ydi. Biz shundoq deb o'rgangan. Ya'ni buni tibbiy axloqmi deydi. Tibbiy axloqningki g'arb dunyosidagi asosiy prinsipi Hippokratningki qasami deydigan bir gapdan keladi bu. Bu gapning ma'nosi boshqalarga zaxm qilma yoki zaxm yetkazma degan bir prinsip. Bu prinsip asosan shu tibbiy sohadagi doktorlarningki harakat qiblanomasi deyishga bo'ldi. Amal bor, zaxmni azaytish, zaxmni ko'paytirib etmaslik, ham boshqalarga nisbatan insoniy bularni bemorlarga nisbatan insoniy muomala qilishdan iborat shunday bir kasbiy axloqni ko'rsatdi. Hamda ba'zi chog'larda shaxsning axloq qarashlari bilan jamiyatning axloq qarashlari o'rtasida to'qinishlar bo'lib turdi. Masalan, biz yaqinda g'arbda ikki cho'ng sir oshkorlovchilarni ko'rdik. Birisi Assange deydigan bir adam bor, tega Avstraliyalik. Bu shu WikiLeaks degan bir to'pni qurib, shu Amerikaningki siyosiy sohasidagi nurg'unlagan maxfiy uchurlarga kirib, haklab ularni oshkorlab etgan bir adam. Buningda hukumatningki, bular Amerika hukumatiningki nurg'unlagan setchiliklar bor, ichki siyosatdagi va tashqi siyosatdagi buningda nurg'unlagan prezidentlar aloqador setchiliklar bor. Shu sababdan hozir Assange hozir net 100 yillik kesilish oldida turibdi. Buni qutqizish faoliyatlari bor. Endi gapim kelsam, Assange'ninki nimasida o'zining shaxsiy axloq prinsipida hukumatningki nurg'unlagan sirlarni oshkorlamasligini axloqsizlik deb qaraydigan bir muhim bir taraf bor.
Shuning uchun uning shaxsiy qarashi bilan hukumatning qarashi yoki odatdagi normalda jamiyatdagi nurg'un sirlarni boshqarishga oid axloqiy prinsiplarga to'qinish bo'lganligi uchun u bularni oshkorlash axloqiy harakat deb qaraydi. Texida muhim misol olsak, masalan, Edward Snowden deymiz. Amerikaninki Pentagonda ishlagan bir odam, bu Amerikaninki shu harbiy sohasidagi seçiliklarni oshkorlatib, keyin Rossiyaga qochib ketib shu yerda ishlaydi. Hamda bu Edward Snowdenning degan gapidimi, u o'zininki shaxsiy axloqiy qarashlari bilan kasbiy etik o'tirisidagi to'qinish davomida oxirsida o'zi ishlayotgan ash o'rinninki prinsiplar xilof holda uning nurg'un maxfiyatliklarini oshkorladi. Bu demakchi o'g'limiz shaxsning axloq qarashlari bilan u ishlayotgan yerdagi kasbiy etik o'tiris to'qinish kelib chiqqan vaqtda nurg'un shaxslar o'zi ishlayotgan yerga qarta uningga qarshi harakat qo'llanadi. Hatto ba'zi osiylik qilgan vaqtda buni biz nurg'unlagan buni biz jasuslardan ko'ramiz. Ba'zi jasuslarninki jasuslik qilishimi o'zining shaxsiy axloq qarashlari o'zi ishlayotgan yerninki kasbiy etiklik qurilmasi va prinsiplarininki haddidan ziyod chirikligi yoki haqqoniyatsizligi yoki yepiqligi qatorliq nurg'un sebab norozi bo'lsa, bular jasuslik qilmag'idi deb qaraldi. Qatorliqlar. Shunga bu yerda demoqchi o'g'limiz hamda shaxsninki axloqi bilan bu nimaninki kasbiy etik o'tirisida ba'zi hollarda to'qinish bo'lgan vaqtda mana shunday radikal qarshilik shakllandi demoqchi. Hamda meningki bugun bu axloq krizisi degan bu temani qayta o'tirg'i chiqarishimdagi asosiy sabab hozir vatanda bo'layotgan axloq jihatdagi chekinish, axloq jihatdagi tushkunlik va axloq jihatdagi kelgusida yuz berish ehtimoli bo'lgan bo'hronni va g'ulab tushishni oldinlarda bir qisqacha bir ko'rsatib o'tish. Mening maqsadim bu. Masalan, mening yaqinda olgan uchurlarimga ko'ra vatanda shu Xitoyning masalan Douyin degan bir nimasi bor ekan-ku. Shu videoni rasmni bilan chaplaydigan bir tor beti bor ekan. Nimaninki chet-elninki Instagramga o'xshash. U yerda Uyg'ur qizlarininki nurg'unlagan yalang'och degidek rasmlarning borligi, o'zini bozorga selishi, hayosiz gap so'zlarda bo'lishi qatorliq ishlar bor ekan. Uni men o'zim ko'rdim. Menga deganlarninki nimasida bir ish kuchlamninki nimasini olsam, shunda olatlar bor ekan. Hamda bu dunyoning hozirgi axloq jihatdagi o'zgarishlarga nisbatan yomon bir g'alati bir ahvol emas. Biz g'arbda ko'rayotgan, g'arbda emas, men Turkiyada ko'rgan ahvollardan yomon bir jiq farqlanib ketmaydi bu. Ama mening hamda bu masalani jiddiy tutishimning sababi men bu irqiy qirg'inchilik bilan axloqiy krizisni bir-biriga bog'lab turib o'tirib qo'yapman bugun. Bu jihatda elbetqa vaqtda bu bizning cho'qim diqqatimizni tortish kerak bo'lgan ham biz uchrayotgan krizislarning birisi. Biz ilgari bu irqiy qirg'inchilikning siyosiy krizislik alaydiligini, diniy krizislik alaydiligini, moddiy jihatdagi krizislik alaydiliklarni deb o'tgandik. Endi men bugun bu irqiy qirg'inchilikning bizga olib kelayotgan yana bir yoshirun ammo talofati bek ig'ir bo'ladigan axloqiy krizislik alaydiligini so'zlamoqchi. Endi abay axloq bilan etik o'tiris qisqa to'xtalib o'tib ketdik. Men bugun cho'ng jihatdan axloqli deb olay. Chunki bu ko'pincha hollarda axloq deganimiz bu ikkisining men abay degan axloq bilan etik o'tirisga nurg'un tarafdan o'z ichiga oladi deb tushuniladi. Chunki bunda deyishim yana bir sababi shaxslarningki axloq qarashlari ko'p hollarda jamiyatning etik tarafidan belgilandi va uning yedeklandi. Ba'zi chog'da shaxs uning ta'sir ko'rsatdi, ko'p hollarda uning ta'siriga uchraydi. Shuning uchun bu atalig'ini men bir qadar bexatar oldi qo'llana olmayman deb o'ylayman. Xo'sh, endi biz bir necha misollarni olaylik. Shu nimadagi lagerning ichida bo'layotgan bu misollarningki aramizda taqilib yurganiga 4-5 yillar bo'lib qoldi. Birisi bu lagerlardagi qisqa-qisqanchilik, lager kameralarida bo'lapmi bu yerdagi ta'rat qilishdagi intayin qiyinchilik va insonni tushirkindiradigan ba'zi ahvollar. Masalan, biz 40 dak odamninki necha 10 kvadrat metrlik kichikgina bir o'ylida qisilib turdiganligini
lager şahitlerden anladık. Ulanınki bir kısmı yoki yerimi kunduz ma'lum soat uxlasa kechininki yana yerimi o'rtirdigan da almışıp turib uxlaydigan bu halolat. Bulapmı bu tarat qilishga kelgan vaqtda bu hamda ajoyib bir insonni tinini shirkindirgan bir holat bo'ldi. Chunki tarat qilish nihoyatda muhim bir axloqiy bir hareketlininki ichiga. Shuning uchun bu tarat qilish haqida bizning mayli diniy jihatdan bo'lsin, urf-odat jihatdan bo'lsin yoki axloq qarashlarimiz jihatdan bo'lsin, nihoyatda qattiq bir mezonlarimiz, tartiblarimiz bor. U intayin pinhon va o'zimizning shaxsiy kapolatga ega bo'lgan sharoitda qilinadigan bir harakat deb qaraladi. Ham uning ustiga ko'p hollarda bizning tarat ilishimiz shunun bilan bog'lanib ketadigan bir ahvolda. Shu tarat ilishdimi badandagi nopokliklar tozalanib, badan poklanib Alloh yuzlanadi deb qaraladi. Endi mushundaq intayin muhim bo'lgan bizningki badanimizningki saqligi va shu orqali ruhimizning saqalda Allohga yuzlanishini kapolatlanib qilgan bunda bir jarayon bulg'ib etilsa, buningki aqibati psixik jihatdagi aqibati emas, balki buningki axloqiy jihatdagi aqibati intayin ig'ir bo'ldi. Qanday ig'ir bo'ldi degan vaqtda kolluk odam a sharoitda kollektivlashtirildi, o'zining shaxsiyatini yo'qotib qo'ydi. Shaxsiyat yo'qotgan vaqtda o'zininki eng muhim bo'lgan a'zolarini yo'shirolmaydi. Bu insonning g'ururini dafsanni qildi. Qaramoqqa oddiyda qilindi ba'zilar uchun, ammo bu nihoyatda zil bizningki odamiyligimizning yadrosiga boradigan, bizni uyaldirdigan, nomus qildirdigan va bizningki odamiy qimmatimizni yer bilan yakson qiladigan bir xil holat. Bu qasddan qilingan va ayda planliq elib berilayotgan bir harakat. Xitoylarning bizga qilayotgan bir harakati. Ya'ni bu orqali lagerdagi Uyg'urlarningki o'zini yuqori ko'rish, eng muhimi o'zini bir odamda ko'rish tuyg'usi ig'ir darajada xirslandi. Hatto Yamanida vayron qilindi. Ya'ni odamligidan ayrilib hayvonlashtirildi degan gap. Bu xil tarat qilish odati amaliyotda hayvonlar qiladigan odat bu. Aşı farq yo'qtilgan vaqtida inson o'zini chik tutib turolmaydi ro'y jihatdan. Bu ruhni vayron qilishdiki Xitoylarningki apirayotgan intayin badbashira va inson qalbidan chiqqan jazolashlarning bir turi deyishga bo'ladi. Hamda yana birisi bosqinchilik deyiladi. Bu bosqinchilik qilgan vaqtimizda, bosqinchilikni ko'rgan vaqtimizda biz bu dunyoning hamma yerida e'lon bir ish. Axloqsiz bir qilmishga kirdi bosqinchilik. Endi qonundan olsak, bu qonunsiz bir harakat. Chunki bu insonning badanining muqaddasligi, insonning o'zining badanining bir butunligi bo'lgan egidorlik, huquqiy qatorliqlarni dastlab cheylaydi. İnsonni bir xuddi buyumdek xo'rlaydi. Shu jihatdan bosqinchilik dunyoda hamma yerda ayblanadi. Hamda bu Xitoylarningki buni yap berishninki yana bir suiqasdlik planlarining birisi shuki, bu orqali ayollarimizni ro'y jihatdan vayron qilib qolmasdan, balki erlarimizning ayollarimizni qo'g'dashdan iborat bizningki urf-odatimiz va bizning an'anamiz o'rgatgan ashu ahkomlarning huddisini chiqarmaganlikdan kelib chiqadigan gunoh tuyg'usi, nomus tuyg'usini kuchaytirib erlarni vayron qiladi. Shu sababdan u vatandagi, lagerning ichidagi va sirtidagi erlar emas, chet ellik erlarmi bu xabarlarni anglagandan keyin ro'yimiz silkinib, xili ko'p qismimizningki zodi g'ururimiz, erlikimiz va erlik majburiyatimiz qatorliqlar ig'ir darajada zidlandi. Azaplandik. Yuragimiz qonga to'ldi. Bu ayollarni qo'g'digan, chunki ayollar ko'p hollarda bizning jamiyatimizda erlarning homiligida bo'ladi deb qaralib qolmasdan, balki bizning kelgusimizning kapolati deb qaraldi. Ayollarning ishbiti, erlarning ishbiti, bu oxirida butun jamiyatimizning ishbiti bo'ladi asli. Ayollar qo'g'dalmagan va jamiyat intayin qalamqon chiqib atgan, zo'ravonlikqa to'lgan va eng oxirisi vayron bo'lgan bir jamiyatga kirdi.
Xitoyning ham qilmoqchi bo'lganimi mana mushul odat. Andan yana bir jihatdan elib etgan vaqtida ayollarni qasddan och quyosh, qiynash orqali ularni bir nanga zar qilish. Lagerlardagi bumu Xitoylarni ayollarningki o'zininki g'ururga sahib chiqolmasligini keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan intan qabih qilmishlarning birisi bu. Masalan, biz Ikkinchi Dünya urushida Fransiyadagi Germanlar bilan birga bo'lgan bir qism ayollarningki Ikkinchi Dünya oxirlashgandan keyin g'ururli fransuzlar tarafidan Chechinin tushirilib, ko'chalarda sazoya qilinib, tillanib, rasvo qilinganligini ko'ramiz-ku. Endi u ayollarningki ehtimol bir qismlari hayotning qattiqchiligida shu mumkinchilikdan foydalangan bo'lishi mumkin deb aqlaganlarmi bor shu vaqtda, ammo qarshi taraf yoki ko'p qism taraf, ko'p sonliqlar buni qabul qilmagan. Chunki ularning qabul qilmasligiga sabab boshqa ayollar o'xshash qiyin sharoitda o'zininki g'ururini, ayollik ippitini saqlab turgan vaqtda bular shunday qilish kerakdi. Ular saqlayolgan ekan, bularni saqlash kerakdi. Ular saqlagan, bular saqlamagan ahvol ostida biz saqlamaganda jazolaymiz. Ham bu orqali boshqalarga ibrat qilamiz deyish bilan shunday jazolashlar bo'lgan. Hamda bizning ishimizmi o qadar murakkab hamda. Buni birli gap bilan u mandati deb ketgili bo'lmaydi. Demak, asosiy gap Xitoylarningki inson qalbidan chiqqan ashqul jazolash usullari orqali ayollarni ro'ydan vayron qilish va bu orqali buning shohid bo'layotgan erlarni ro'ydan vayron qilish, eng oxirisida umumiylik Uyg'urlarningki a'zolarini vayron qilishda iborat mana shunday bir razil bir maqsad bor. Hamda yana biz lagerlarda angladik bo'layotgan qabohatlarni ayollarni tug'mas qilib o'tishdek iborat bunday bir odatmi bor? Buni Xitoyninki hali keng ko'lamda qo'llanganligi va buning bu xil inson qalbidan chiqqan qilmishningki irqiy qirg'inchilikni shakllantiradigan eng muhim shartlarning birisiga tushadiganligi va shuning uchun Uyg'urlar elib kelayotgan bu zulmlarning irqiy qirg'inchilik kategoriyasiga bab keldiganligini, shuni qanoatlantirganligini biz jiq deb o'tdik. O'zimizning turli siyosiy faoliyatlarimizdan bu gaplarni qistirib o'tib dedim, jiq takrorlab ketmayman. Hamda oxirsida qul emgaki bor. Qul emgakimi insonning g'ururini yerlay yaksan qiladi. Gerçi biz mustamlik sharoitida cho'ng jihat elib o'tgan vaqtida hukmron millatninki qo'l ostida xuddi qo'ldek ishlasak-mu, ammo ma'lum jihatda o'zimizningki erkinligimiz bor deb qaraydik. Ma'lum jihatdan. Ammo lagerdagilarninki qul emgak zavodlariga yo'tkilishi yoki lagerdan qo'yib berilganlarning shunday qilinishi Uyg'ur jamiyatidagi yana bir xil qullar guruhini barliqqa keltirdi. Bu qullar guruhida shu guruhda ishlayotganlarning ro'yi vayron bo'ladi va buni ko'rib turganlarning ro'yimi vosliq shaklda vayron bo'ladi. Oxirisi nima degan vaqtda Uyg'urlarni o'ziga bo'lgan ishonishini, g'urur tuyg'usini, vijdonini va o'zining kelgusi bo'lgan barliq arzu armanlarının hemmini veyran kılıdı. Dostoyevski'nin bir gepi var. Yani sen birovni en kanaatlerlik derecede jazalayman desen, onunla tekrarlanıp turduğun ma'nisiz zirkişlik bir emgekni kıldı deydi. Kul emgekimi şundak. Tekrarlanıp turdu. Tügümeydi. Onun meyvesini başqalar yeydi. En mühimi biz başqalarınki qamçısı aslında toxtamay işleşke mecbur bolamiz. Xuda bu ilgiri aşabatı o. Bu yana bir xil aşağı buludu. Bu teqdim eşediyorlar. Bu to'liq kontrol qilingan ve qachon to'xtaydiganligi aniqsiz bo'lgan, ehtimol taki o'lgichi davomlashadigan inson qalbidan chiqqan bir xil qiynash jazo shakllarining birisi deyishga bo'ladi.
Endi xo'sh, mush men deyotgan lagerning ichidagi mushu jazolashlar eng oxirsida qanday oqibatlarni olib keladi? Bularning hammasi uch cho'ng axloqiy oqibatlarni olib keldi. Birinchisi Uyg'urlarningki o'zining badaniga bo'lgan egidorligini vayron qiladi. Bu badan degan insonning mavjudligidagi intayin muhim bir narsa bu. Bu bizningki odamiyligimizningki, g'ururimizningki, kimligimizningki muhim bir belgisi. Biz bedenimizga yarışımlıq kiyimlerini kiyish orqali o'zimizning qimmatini namoyon qilamiz. Bedenimizga mesela ayolni girim qilish orqali o'zimizningki go'zallik intilishlarimizni ifoda qilamiz. Hem bedenimizdeki en nazik yerlerini qo'g'daymiz. Hem o nazik yerler bizdeki farzand ko'rishimizdagi ochqishliq yerler bo'ladi. Hem de bu bedenge egidorlik bo'lmagan vaqtida, hatta biz o'zimizningki ko'payish huquqimizdan ayrilib qolgan vaqtimizda kelgusimiz qorong'ilashadi. Beden bizdinki mesela lagerlarda beden bizdinki intayin aciz bir yerimizga aylandi. U zulüm en qattiq tushirildigan ve şu arqılık ruhimiz qaqıştıldigan, azaplandigan bir yerning o'zi yoki bir bo'shliq deyishga bo'ladi. Bedenimizni bo'ysundirish orqali dushman bizningki ruhimizni bo'ysundirmoqchi bo'ladi. Bizningki butkul o'zimizningki shaxsiy barliq bizga tava bo'lgan shaxsiy narsalarning hammasi bedenimiz ve ruhimizningki vayron qilinish orqali bizning qo'limizdan chiqib ketgan bo'ladi. Biz tirik bir mordaga aylanamiz u vaqtda. Xitoyninki bizga qilayotgan deymiz. Anandekin axloq nuqtasi elib etgan vaqtda bu bizningki g'ururimizni dafsanda qiladi. Mesela bizningki shu haliq taratqachista hayvonlashtirilishimiz, taratqach ishlatish, kollektiv ishlatish orqali shaxsiyatimiz bo'lmagan ahvol ostida bizningki hayvon muomalasiga uchrashimiz, bizningki qul emgakda hayvondek ishlatishtirishimiz hammasi insonning insoniy xarakteridan qilib hayvonlashtirishga ittirilishi, majburlanishini ko'rsatadi. Buningda bizning o'zimizga bo'lgan haliq ishonchimiz, hurmatimiz, cho'ng ko'rishimiz diqqat qilmasak bitchit bo'ladi. Ya'ni shaxs bitchit bo'ladi bu yerda. Yakka odam, yakka Uyg'ur bitchit bo'ladi bu yerda. Bu kadar qo'rqinchli bir nima keladi. Endi ikkinchisi aile. Aile Uyg'urlarningki jamiyatidagi intayin muhim bo'lgan ma'naviy hem maddi qo'rg'onlarning birisi. Bu vaqtda men jiq yezib ketgan, jiq to'xtalmay. Hamda oilada odatda ota-onalarning nufuzi intayin muhim o'rin turdi. Ama Xitoyning qilayotgani masalan qo'shmoq munosabat deydigan nimada Xitoylarni boshlab kirib ailemizga kirdi-ku, ailemizningki muqaddasligi, izzat, hurmati shuning bilan dafsanda bo'ladi. Bizdinki bir shaxsiyatimiz qolmaydi yerda. Birinchisida bedenimizga bo'lgan shaxsiyatimiz vayron qilindi. Ikkinchisida bizning ailemizning ichida qo'g'diladigan, yoshirildigan va bizga tava bo'lgan va muqaddas deb qaraladigan shaxsiyatimiz vayron qilindi. Ota-onamiz xunuklaştirildi. Andın balla ata-onalardan ayrıldı. Bu balla Xitoyninki darıltamlarda ve başka yerlerde beqiladi. Ularning qanday bo'lib ketganligini hozircha qiyos qilolmaymiz, ammo ig'ir bir yo'qotish biz uchun. Ya'ni bir kelgusimizning, kelgusi avlodlarimizning yo'qotilishi bo'ldi. Uning ustiga bu balllarningki beshdan kechiradigan asaret, psixik asaretmi intayin cho'ng bo'ladi. Buni söz bilan tasvirlab bo'lolmaydi. Uyg'ur tili emas, dunyodagi barliq tillar bizning bu yo'qotayotgan narsamizningki vaznini ifodalashga qodir bo'lolmaydi. Ailemiz mana shunday turli shakllar nimasi bilan, sababi bilan vayron qilinadi. Bir jamiyatning g'ulab tushishidagi oldingi shartlarning birisi oila deb qaralyapti. Bu g'arbdan bo'lyapti hozir.
G'arbda asta-asta odamlar o'zi oilaningki muqaddasligidan voz kechib yoki uni o'zgartib yoki uni tashitib vayron bo'lyotidi. Buning uchun bu g'arb jamiyati ig'ir badal to'layotidi. Buningga taqdimchiq to'laydi. O'tirib tursin. Ama g'arbliklar bizga o'xshash irqiy qirg'inchilikka uchramayotidiki. Bizningki majburiy vayron bo'lishma bu. Bu bizning tanlashimiz emas. Uning ustiga bu vayronchilik ailemizning vayronchiligi Uyg'ur jamiyatimizning vayronchiligini taqdim tiziltirdi. Uningki zihnini taqdim cho'nqurlashtirdi. Asli keltirishni intan qiyinlashtirdi, hatto mumkinsizlashtirdi. Ondan üçüncüsü bu işlerden bizi kelayotgan ahlaki vayronchiliklarning üçüncüsü bizdinki ahlaki nopuzlarimiz, muassasalarimizning vayron qilinishi. Odatda Uyg'ur jamiyatida biz kichik vaqtlarimizda, cho'ng'igan vaqtimizda diniy ulamolarninki, ziyolilarninki, yurt cho'ng'larininki gapini anglaydigan va shulni qapiga qarab turib ish qiladigan bir odat bor. Ya'ni men kichkina shunday bir muhitda cho'ng'iganman. Bazı işler şu çoğunlardan sorulaptı. Hem bu işler ma'lum bir muasses, mesela mescitlerde, yoki mektepler, yoki baravat o'rinlarda, yoki boshqa bir turli yig'ilish shakllarida elib beriladi. Endi bu mescitlerimizin chiqilishi, mekteplerimizin xitoylashishi ve hech qanday bir bizning o'limalarimizningki, ziyolilarimizningki yoki jutkatlarimizningki, boshlarimizningki aman qolmaslikka yoki turmaga lagerlarga solinishi, qul amgak selinish qatorliqlarning hammasi bizdeki ahlaki, cihetteki ictimai nopozlarımızı yıktıp atadı. Veyran kılıp atadı. Yani biz taşqi cihetten özümüzden çıkıp, ailemizden çıkıp, cemaatinin içinde bizden ahlaki meselelerimizge, bizdeki başka mevcut meselelerimizge cevap verdiğin, bizge yol kösüdüğün şu adamlarımızın aile kılıp atadı. Bizge nemenin hak, nemenin nahak, nemenin yakşı, nemenin yamallıqını bildirdiğin ne adamlarımız, ne muassasalarımız qanmavatıdı o degan gap. Şununla biz bedenimizde, royumuz bilan qitilib vayron qilinayotimiz, ailemizde hech nimamiz qanmagandek darajada üzül kesil ko'chaga qolgandek bo'layotimiz. Jamiyatimiz chiqsaqchi desak, biz agishadigan vatandagi ahvolda aytaman-ku, hech qanday bir ulug'larimiz ve muqaddas muassasalarimiz bo'lmaydi. Bu Uyghur cemiyetindeki ahlakınki şahs noktasidan, aile noktasidan, cemaat noktasidan ve cemiyet noktasidan üzül kesil, xuddi yer tevriganga o'xshash gümürlüp tushish hodisini barliqqa keltirdi. Bir shaxs ailesi vayron bo'lgan ahvol ostida, axloqiy nopozlari vayron qilingan ostida nihoyatda ta'sirda o'zininki mavjudligininki qimmatini his qila oladi. Asosan bu yomon ta'sirdir bu. Asosan ko'p qism odamlar qilinmaydi bu yerda. Endi shuning bilan buningki natijasi qanday bo'ladi bu axloqiy vayronchiliklarning degan vaqtda Uyg'ur jamiyatida birsi odam bo'lish bilan odam bo'lmaslikninki farqi tugab ketadi. Çünkü Uygurlar hayvanlık derecesine düşüge vakta Uygurlarının özünü ahlak cihetini götürüp, özünün şu gururunu çın tutuduğun bu amallar işidin veyran kılınamadıdır. Yani gerçi biz Uygurlarınki, ben bir 2-3 bir toy videolarını görüp kaldım, yakında vatanda buluvatkan. Karsak emmeden külüvatkandek bir xil. Ama bu külüşünün ağızda çoğunqur adamınki vücudunda lərzlik salıdığan bir qoğunuşluq, bir amalsızlık var. Ama çeteldeki Uygurların külüşdeki hamakatlaş külüşü emas, Allah'ın külüşü. Farkı var bununki. Allah adamınki təsəvvürdən qalqıb ketken bir zulüm, bir xil veyran qilish, ruhi cihetten, psik cihetten ve ahlak cihetten veyran qilishning içinde acayip bir xil tushengil bo'lmaydigan, ham tushundirib bo'g'isiz bir xil kulkini namoyon qilyapti. Odam bo'lish bilan odam bo'lmaslik, odamlik bilan yoki odamiylik bilan hayvonlik tushirilish o'tirisidagi ashxil chipirlashda, ashxil ilishishda
ular nəhayət təsirlikdə özünün adamiyligini namayan qilishga kuchayotidi. Özününki sunğan, veyran qılınğan, tutmakalan qılınğan g'ururini ming təsirlikdə dirildab tuturganicha tutib turibotidi. Bu jihatda bizda yaxshi desammi bo'ladi. Ammo eg'ir bedel to'layotidi. Eg'ir bedel to'layotidi. Ondan ikkinchisi, bundaq ahvol ostida channinki mo'yimligi, muqaddasligi vayron qilingan, tan zulmga, tajovuzchilikqa uchirgan ahvol ostida chan bilan bog'lanishib qolgan axloqli bo'lish bilan axloqsiz bo'lishninki farqi tugayotidi. Shuning uchunmi men egallagan ba'zi uchurlarda ayollar lagerdan qo'yib bilgan vaqtda aroqqa berildigan, boshqa axloqsiz ishlarga pisand qilib ketmaydigan, shu axloqsizliklarga berildigan, shu orqali oilaga azobini yengillatmoqchi bo'lgandek. Chunki uningki ko'nglida axloqliq bo'lish albirin yemirilgan lagerning ichida. Odam bo'lish yemirilgan. Uyg'ur bo'lish butunlay jazolangan. U yerdan chiqqandan keyin axloqliq bo'lish bilan axloqliq bo'lmaslik farqi yo'qolgan. Yaxshi odam yoki yaxshi ayollash bo'lish bilan yaxshi ayol bo'lmaslik o'rtasidagi farq yo'qolgan. Biz ilgirki bizning shu uyatliq, padishaplik, sharma hayoliq bir qism ayollarimizningki axloq tragediyasiningki bir yuzi mana shu. Uchiq chiqqan zulm, insonsizlashtirish va axloqsizlashtirish jarayonlarininki tirik qurbonlari bo'ladi. Ondan yana bir nuqta bor, bu yerda deb qo'yish kerak. Bir to'pluqda agar bu to'pluqninki mavjudligining bir ma'nosi tugasa, shaxsim shundoq, u o'zini ko'nglini xush qiladigan narsaga urdi. Ziyoda urdi. Chunki o şu ma'nini hayotligininki, tirik turishininki, nafas ilishininki nimadan derak beradiganligidan iborat ash sezgini yo'qtidi. Uning ma'nosini yo'qtidi. Uyg'urlarning axloq krizisiningki negizi mana shu. Uyg'urlarning mavjud bo'lishdan mavjud bo'lmasligining farqi yo'qotgan ahvol ostida odam bo'lishninki ma'nosi yo'qolyapti hozir. Bu yo'qolgan vaqtida chu degan vaqtida yaxshi bo'lishdan yomon bo'lishninki, axloqsiz bo'lishninki, haqqoniyatsizlikninki o'tirib turishninki cho'ng farqi bo'lmayapti. Uning ustiga lagerning ichidagi ashu qo'rqinchliq, zulm, iskence, xo'rlash, tajovuzchiliklar insonninki vijdonini uzil-kesil vayron qilgan vaqtda, taloq chiqqan vaqtda chu degan vaqtda ashni unutish uchun bo'lsa-mu nurg'ulg'an Uyg'urlar o'zini naychi nomusliq ishlarga atayotidi. Uningdan arsinmadi, nomus qilmadi. Chunki ular eng nomussiz shaklda qiynalgan. Eng nomussiz ishlarni qilishga majburlanganlarga işte. Shuni ular u yerdan chiqqandan kim bo'lsa-mu, u nomus bilan nomussizlik o'tirishga chek-chegara o'sil-kesil vayron bo'lgan. Bu ularningki axloqiy qarashlarininki va qimmatlarininki vayron bo'lishi eng og'risida ularningki odamiylik qimmatlarininki vayron bo'lishini keltirib chiqarayotgan gap. Biz bilamiz, ba'zi vaqtlarda bu chiqqanlarning bir qismi o'zini o'ldirib bilish urinishlari bo'lgan. Bu hayron qoldirmaydi. Gerçi intan azaplı bir hakikat bolsun bu. Çünkü özünü öldürülüş ma'lum jihatda ilib ketgan vaqtida dinimizningki uni cheklamasini qo'yib qolibdilar ma tarafga. Shu psixologik axloq nuqtasida o'ylab baqali, bu insonningki o'ziga yuzlanishga jur'at qilolmay oxirisi o'zini tugashtirish orqali shu sharmanchiliklarni unutib ketishga bo'lgan.
urinişi deyişki boldu. Yani şermençilik deganimiz şu adamның qalbidan chiqqan zulm, tajovuzchilik va boshqa ishlar uning ro'yatda uzil kesil bayron qilib, uning mavjudligini hech qanday bir nim bilan ma'no bilan ta'minlamaydi. Aba deganimdek buningda biz o shaxsninki hayat tuğunidan ölümninki avzal ekanligidek mandaq bir qarashga keldiganligini his qila olamiz. Hayatlıqning o'zi bir sharmanchilik, bir setchilik bek bilinadi. Chunki u beshida o'tkazgan narsani so'zlab bergil bo'lmaydi. U rezilliklarni lager ichidagi so'zlab tugatkili bo'lmaydi. Shuning bilan faqat buningga o'lim orqali qutulg'il bo'ldiganlikdek bir xil xatarlik bir yo'l kallada hazırlandı. Endi biz bilamiz, axloq ma'lum jihatda bir xil fasl insonni ma'lum bir ramkani ichida tutib turadigan bir prinsiplar, ko'ngil olmaydigan prinsiplar deymiz. Agar biz intayin g'oyat zo'r darajadagi axloqiy krizisni ko'rsak, bu vaqtda biz shu fasldan olib ketib qolamiz. Ba'zilarimiz shu rezillikning qorong'uliqlarga patgan vaqtimizda orqamizga qaytib, o'zimiz asl tug'an yerga qaytib kelmaymiz, ashada eziqib bayram bo'lamiz. Mana aroqqa berilish bo'ladi, zahar chekimlikka berilish bo'ladi. Qatorliqlar orqali shu azobni yengillatmoqchi, unutmoqchi bo'lamiz ba'zi chaqda, ammo u taqdimni bayram qiladi bizni. Kuchaytiradi. Anda nurg'ulgan psixik kasalliklar buning orqasidan ergishib keladi. Qatarlıqlar. Endi odatda biz bu axloqda so'ziga vaqtimizda buni bir kompas qo'yishimiz. Bu inglizlarning axloq qarashida yomon emas. Hammamizning qalbida nimaning yaxshi yoki nimaning yomon ekanligini bildiradigan bir ma'naviy bir kompas bor deymiz. Ammo axloqsizlik, rezillik chekdan ishib ketgan vaqtida u kompas ishlamay qoladi. Chunki biz oldimizda turgan shu Xitoyningki insonligidan gumonlanamiz. Uni alvasti sifatida ko'ramiz. Uning qilayotgan qilmishlarini iblisona qilmish deb qaraymiz. U insoniyat tarixidagi biz ko'rgan, biz anglagan yoki o'qigan har qanday shakldagi rezillik ve ahlaksızlıktan burun alıp ketken oldu. Bununla bir söz bulmaydı bir yerde. Yani bunun da bir an olmaydı bizde. Şu vakitten sonra kompas işlemeye kaldıgan. Lagerden çıkan vaktimizde şu kompas işlemeye yak onu şu yerde koyup çıkımız bazılarımız. Bu Uygur cemiyetininki ahlak cihatte nimenin yaxşı ve nimenin yamanlıkını bildirgen şu kollektif ahlak kompasımızın bu hem şahsın ahlak kompasımızın bu yo'qitib qo'yayotganligimizning yana bir intayin ichinishlik bir oqibatlarning birisi. Hamda bu yerda yana bir nuqtani deyish kerak. Hamda bu vatanda bo'layotgan ishlar bu. Vatanda bo'layotgan ishlar. Hamda chet elga kelsak-chi degan vaqtda bu axloq krizisi chet eldagi bizlarning hayotimizga, bizning ro'yimizga, bizning realligimizga va bizningki kelgusdagi turlik bizningki telpinişlerimizge ve arzu aramanlarımızga tesir gösteriyor. Bizden şu vatandaki ahlaki krizisini gerçi biz bir vasıta katlaşmışsak mı ulanınkin vahşetlerini anlagandayken bizdenki g'arbdagi cemiyetlerimizde asta bu görülüyordu. Eminimki g'arbdagi bizdenki Uygur cemaatinden gördüğüm hem kelgüste intayin qo'rqin ichida voyim ansirayotgan nuqtam Uyg'urlardagi axloqiy jihatdagi gumurlish chet elliklar orasidagi. Bu gumurlishning asosli nimalari abayam degandek yuksak bir qimmat, ya'ni insonligimiz bilan bizni vayron qilmoqchi bo'lgan, bizni taraytmoqchi bo'lgan shu hayvonlik o'tirsida bir tirkish bo'lyapti bizda. Bu deganim biz o'zimizningki insonligini insonlar qarash yashash huquqimizning borligini hem shuning uchun sahib chiqishni kurash qilish irodamizni ba'zilarimizning orasida yo'qotib qo'yapmiz.
bu irqiy qirg'inchilikninki axloq jihatdagi qabohatlik oqibatlarining birisi bo'lib o'tadi. Chunki bizning insonligimiz bir kollektiv sifatida shu qadar dafsanda qilinyotadiki, hozir buning yana bir timsolini boshqa bir yerda tepish mumkin emas. Hatto Falastinda ham tepish mumkin emas. Falastinlikning qo'lida hech bo'lmasa qarashtiradigan bir qurol va mayli u qaysi xil shaklda qarashtirsin, ya'ni uni aqsda uni bir qo'llaydigan azli bir dunyoning bir qismi bor. Bizning haqimizda üstümüz bir Allohdan boshqa, o'zimizdan boshqa bu dunyoda hozircha hech kim yo'q. Amerika yo'q. Hech kim yo'q. Bundaq ahvol ostida bizningki shu g'ururimizni, texadimi muhimi hayotligimizning bir ma'niga ega ekanligini, bu yashashga, Uyg'urlab yashashga arziydiganligini his qilish ajoyib bir ruhiy mo'jizani talab qiladi bizdan. Xayriyatki, ham Alloh ming shukrlarki, xili ko'pimizda bu o'zimizga bo'lgan ishonish uzilkisi yo'qolib ketgani yo'q. O'zimizning erkinligiga, mustaqilligiga bo'lgan bu ishonish yo'qolib ketgani yo'q. Bu ajoyib zo'r axloqiy bir g'alaba biz uchun. Axloqiy bir kapital. Axloqiy imkon bizni qutuldirdigan. Bu intan muhim bu. Biz o'zimizningki yashashimizning bir yaxshilik ekanligini, bizning bir adolat talab qilayotgan bir millatligimizni bilinmay qolib qolsak, hayotimizning ma'nosi tugab ketib qoladi. Anadan bizningki bizni mushkiliga duchor qilgan ashu dushmanlarimizdan oladigan tarixiy hisob kitobimiz bor. Buni unutib qolsak bo'lmaydi. Bu adolatni elish bizningki eng buyuk axloqiy burchimizning birisi. Bu burch bizni yoshitadi. Bizni aman qiladi. Bizni yo'qolib ketmay, texadan zo'raytadi, ko'paytadi. Agar bu ishonchdan yoki bu burchdan ayrilib qolsak, men abay degan kompasni ayrilib qolamiz. O'zimizning mavjudligi ma'nisizlikka aylandi. Vatandagilarning ahvoli avo, ammo chet eldagilar tishimizni tishlab, o'zimizdagi barliq imkonlarni ish qilib, o'zimizning erkinligini qo'lga keltirishdan bir vaqtda butkul Uyg'urlarningki beshiq kelgan bu irqiy qirg'inchilikdanki hisob kitobini olmasak bo'lmaydi. Bo'lmasa biz axloqsiz bo'lamiz. Ya'ni bizning o'zimizning axloqiy majburiyatini ado qilmagan bo'ladi. Xitoylarningki bizni o'zgartmoqchi bo'lgan, o'zining axloqiy burchidan voz kechishdan iborat bu planiga o'zimiz bilib bilmay, xalab xalamay ovoz qo'shgan bo'lamiz. Shunga bu axloqiy majburiyat bizning mavjudligimizning kapolati, bizning mavjudligimizning ma'nosi. Bu intayin muqaddas bir ma'no. Hammanglarningki mush ma'no bilan yashashinglarni va bu ma'noni kelgusida amalga oshirishinglarni umid qilaman. Xayr xo'sh, bugungi temamiz mushada tugadi.